fikr qilib ko'rganda birodar, faqat jiddiy fikr qil. Jiddiy o'ylan. Kallangni band qilib turgan hamma narsani bir chekkaga surib tasha. Haqqing bor, esdan chiqar, qarzing bor, uni ham unut, darding bor, xullas hal bo'lmayotgan muammolar, kallangni band qilib turgan hammasini bir chekkaga surib qo'yib jiddiy fikr qil. Quloq sol, fikr qil. Shunda agar jiddiy fikr qilsang, shukr qilishdan boshqa choring yo'qligini tushunasan. Shunda qanchalar noshukur ekanligingni ko'rasan. Ustingdagi ne'matlarga qara birodar. Alloh taolo senga ato qilgan ne'matlarga bir qara. Astagfirullah va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar deyapti Robbimiz subhanahu va taolo, ustinglardagi ne'matlarni sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Ular sen bilan meni ustimda turibdi birodar. Seni ustingda ham, ostingda ham, o'ngingda ham, so'lingda ham o'rab turibdi. Va asbagha ni'amahu va asbagha alaykum ni'amuhu zohiratan va botina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlarni komil qilib berdi. Zohiriy va botiniy degani moddiy, ma'naviy, ko'rinayotgan, ko'rinmayotgan ne'matlar. Tanangni sog'ligi, vataningni tinchligi, yemoq-ichmog'ingni borligi, usti-boshingni ustingda turganligi. Butun dunyoda xayriyati qo'lingda turibdi, ammo buni ko'rmaysan. Hayoting qo'lingda, ammo buni qadriga yetmaysan. Aytdik-ku darsimizda. Bu darslar siz bilan biz mana bu o'lchov va tushunchamizni tuzatadi. Hayotga qarashimizni tuzatadi. Endi hayotga qarashimiz, o'lchov tushunchamiz tuzalgandan keyin hammamiz baxtli ekanligimizni tushunamiz. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Kim deyaptilar Rasululloh? Qaranglar, mana Rasulullohning o'lchovida, shariatning o'lchovida kim eng baxtli odam? Kim eng boy odam? Rasululloh aytibdilar: kim qalbi xotirjam bo'lib, badani ofiyatda bo'lib, bir kunlik taomi bor bo'lib, tong ottirgan bo'lsa, go'yo u uchun dunyo keng bo'libdi. Demak, birinchisi, yurti tinch, boshida tomi bor, tani sog', bir kunlik ovqati bo'lsa, eng boy, eng xotirjam odam shu deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shu o'tirganlarning ichida deyarli hammamizda mana shu narsa bor. Yurtingiz tinch, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Yo'qmi yo'q? Bora. Rasululloh aytibdilar, eng boy odam shu. Eng baxtli odam shu. Sezamizmi shu baxtimiz bor?